ulamolarımızdan ba'zilari aytadiki, kim uzluksiz 40 kun ixlos qilsa, uni qalbidan va tilidan hikmat dur to'kilgandek to'kiladi. Ana shundoq ixlos buyuk narsa. Boshqa birlari aytadilarki, ixlos Alloh subhanahu va taolo bilan bandaning orasidagi sirdir. Hech kim bilmaydi. Allohning o'zi biladi, banda bilsa bildi, bilmasa o'ziga. Shuning uchun Allohning siri bo'lganligi uchun uni yozib qo'yaman desa farishta yoza olmaydi, chunki bilmaydi. Sirda. Vasvasa qilaman desa shayton vasvasa qila olmaydi, chunki u ham bilmaydi. Maylini shahvatga tortaman desa, havoyi nafsni ham kuchi yetmaydi, chunki u ham bilmaydi. Ana ixlos mana shunaqa buyuk ilohiy sir. Shuning uchun unga musharraf bo'lgan banda katta bir baxtga, saodatga, atrofidan ta'sir o'tmaydigan, na shaytonni, na havoyi nafsni bir kuchi yetmaydigan buyuk maqomga erishgan bo'ladi. Biz ixlos so'zini ko'p eshitamiz, ko'p o'qiymiz. Lekin ixlos nima o'zi desa, ilmiy javob berish imkonimiz yo'q. Ko'pchilikdan so'ralsa, ixlosda deydi. Xo'p, o'sha ixlosda bo'lgan ixlos nima desa, juda o'tib ketsa, bir narsaga jiddiy harakat qilish, astoydil harakat qilish ma'nosini aytishadi. Lekin ruhiy tarbiya ustozlarimiz, qalb kasalliklarini tabiblari bo'lmish mashoyixlarimiz bu kabi maqomlarni har taraflama chuqur tahlil qilganlar, o'rganganlar. Siz bilan biz mo'min musulmonlarga ularni o'rganishning oson yo'llarini ko'rsatib berganlar. Ulamolar ixlos so'zining lug'aviy ma'nosi to'g'risida so'z yuritishar ekan. Arab tilidagi ixlos so'zi tozalash, tuzatish ma'nolarini anglatishini ta'kidlaydilar. Bir